Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anglatamiz. Voy qanday qilay, mening qizlarim nalada. Kimlarning qo'lida xo'rinib yurdi qandu. Nima kunlarni ko'ryapti qandu. Ben her qaysini pek obdan bilaman. Chechoni parkurtib talashib olganing bilan insaf yo'q senlarda. Onam meni, dadam meni, nemishqa arzulabdiki, mening bunda bo'larimni nemishqa o'ylamoqdiki. Bulundaki tar uzunchoq kelgan kichik uy Ablakim ishkimizning hujrasi. Bir uyda ishki karvon, bir ko'nich kiyim ishkobi, deriza taksida qurib qolgan bir tashdek anorgul bor. Men yildizidan ko'klab chiqib qolarmikin degan umidda bu gulga har kuni suv qo'yib turaman. Ablakim mening bu ahmoqligimni masxir qilib kuladi. Uyning bulundagi kiyim ishkobining aynikimu go'yo yo'g'on bir parcha muzdek menga so'q nazarda qarab turadi. U mening hamma azoblarimga, ko'z yoshlarimga ana shunday so'qqina qarab turadi. O'sha qarashlari xuddi menga ta'na qilayotgandek yoki qandaqdir bir narsa demakchidek bilinadi. Ablakim ishkimiz xuddi paraxotning bir bo'limchisida ketayotgan hamsafarga, odamsiz qumluqdagi bir-biriga toyinib yashaydigan hamrohlarga o'xshaymiz. Birga yashaymiz, birga g'izolanamiz. O'zaro hamkorlashamiz. Ammo bir-birimizni nihoyatda oz o'ylaymiz. Osonla ochiqlanamiz. Bir-birimizning ko'nglini oyib o'ltirmaymiz. Ko'zlarimizda hayajon, mehr-muhabbat uchqunlari chaqnamaydi. Uy ichida men qachonla qarasa ko'nichit xalat kiyib, budirsi qolmagan sochlarimni poqpaytib, putimdagi cho'ng numurliq sopnikashdan shilab-shilab ovoz chiqarib, u yoqdan bu yoqqa mengib yuraman. Karvatida eransizlik bilan ko'ni jurnallarni varaqlab yotgan Ablakim putimga ochiqi bilan qarab qo'ydi. Uning yetaverib, purlashib ketgan kiyimlari, o'sib ketgan choch soqollari, haddidan ortiq iste'mol qilgan sport bilan nikotindan o'zgarib ketgan batrang chiroyi mening ko'nglimda bir xil tushuniksiz g'azab qo'zg'aydi. Men sopnikashimni chalabsitib, uning oldidan bir necha qitim ortiq o'tish, qoch-qumuch, supurgilardan qasddan ovoz chiqarish orqali ochiqimni chiqarib olmoqchi bo'laman. Ba'zida rostili to'kolishib, hatto varqirishib ketamiz. Biroq bu varqirashlarmu shuncha ma'nisiz bilinadi. Uyga ayol qo'lim qo'shnilar kelib qolsa, Ablakim qasdan Mana mundaq ayollarni ayol desa bo'ladi. Ko'ngliki nima degan yarashqan, chochlarini yosishimi bilakcha tehi deb qo'ydi. Men mutan bermay, siz ularning uyida kiyib yuradigan kiyimlar bilan cho'q chochlarini ko'ra olmaysiz-da, deyman. Qahridan so'q derizaga muzin nafs shakllarini naqshlatgan uzun qish oqshomlarida san-sanoqsiz yomg'ir tomchilari deriza aynikiga taraslab urilib, orqadan kichik yiriqchilarni hosil qilib eqib tushib ketadigan zerkarlik yoz oqshomlarida Ablakimning birliqi, yiqimsiz muzikaga o'xshaydigan xo'rikini anglab o'ltirib, popayka, paypoq to'qiyman. Yoki bolalarning kiyimlarini yamab, tugumilarini qadayman. Mayli xushal bo'lay yoki xafa bo'lay, mayli saq bo'lay yoki og'riq bo'lay, ikki qo'lim birdan bekor turmaydi. Biroq uyning ishlari zodili tugamaydi. Faqatla g'arq mas bo'lib kelgan kunlari u qassobga, men putquli bog'langan qurbonlik qo'yga aylanaman. U mening salomatligim, ruhiy kayfiyatim,
talab xohishim bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Uning vujudidagi qo'pol hayvoniy istak, haraq, tamaka ham tarning qo'shilishidan hosil bo'lgan badbo'y puroq meni saskandirdi. U meni haykalga o'xshaysan deydi. U muhabbat gulining quyosh nuriga, sab havoga, kuyinish va parvishga muhtoj ekanligini tushunmaydi yoki tushunishni xohlamaydi. Bir kuni ishdan qaytib kelib kir yuvayotganimda oblikimning yonchuqidan gupildab atir purab turadigan. Cho'risiga kechda ishlangan ayolchi qo'lyog'liq deb oldim. Bu tunji qitimliq ish emas. Mening o'rnimda boshqa bir ayol bo'ladigan bo'lsa, balkim jidal chiqargan, o'z manfaatini jon tikib qo'g'digan bo'ladi. Hammasining nazarida bu yo'lliq ish. Vijdonning, axloq fazilatning ifodasi. Biroq ular bu orqali erining ko'nglini qaytirib kelarlarmi? Men buningdan gumonlanaman. Shimini yuyib bo'lib, qo'lyog'liqini avvalgidek chiroyli qatlab, joyiga selib qo'ydim. Faqat atsi ataganda oblikimning shimini kiyib, yonchuqlarini oqtirib boqqandan keyin chiroyini o'zgartmay tarqishib chiqib ketayotganligini ko'rib turganimda o'zimning tartgan xo'rliqlarimni esga oldim. Bir chog'larda u bir tal otgirtki uchun menga nima kunlarni ko'rsatmagan ha? Ayta, oshnoning ismi nima? U qayerda? Ne çıktı bilyaptın? Rostini aytmayman. Ash til haqorat, mush tepiklar, ruh va tanni xohlagancha xo'rlash. Dafsanda qilishlar yelg'ichi yuragimni og'ritdi. U men degan yumshoq boshnomini ko'tarib yuradigan o'g'li bolam edim. Endi kishilar oldida yuzimni qandoq ko'tarib yuraman? degan chog'larda mening mehr muhabbatga tashna inson ekanligimni, mendimu g'urur borligini qilcha o'ylab qo'ymagan edi. Uning ashu lanetli g'ururi uchun o'zimning va shakldili mavjud oilamizning nomi uchun, bolalarim uchun nimalarni qurbon qilganligimni u tushunmaydi. Tushunishni xohlamaydi. Mundaq chog'larda men kishilarning nazaridagi axloq o'lchamlaridan gumonlanmay tura olmaydim. Biz nima uchun o'zimizni ham bir-birimizni qiynaymiz? Bizning nazarimizda go'zal fazilat hisoblanadigan qurbon berishlar rostila oliyjanoblikmi yoki qo'rqinchoqlikmi? Biz kishilar nazaridagi axloqliq vafodor obrazimizga dog' tegib qilishidi. Av arzon baholiq divon, sulyev palos, sun'iy taloliq gilam, farfur saxtamollar bilan to'shqan. Illiqlikdan asar yo'q uylarimizning buzilib ketishidan o'lgidek qo'rqamiz. Albatta, uning ichida farzandlarga bo'lgan mas'uliyatchanlikmi yo'q emas. Ammo ish harakatimizda bolalarni nihoyatda oz o'ylaymiz. Ularning ko'zicha urishib tilishimiz, bir-birimizning chavusini chitqa yeyishimiz, aldamchilik, soxtapazlik qilamiz. Mushundoq bo'laversa, osh yumron qalblar oxiri toshda qaytib ketmasmi? Ba'zi kechalari tasodifiy uyg'onib qolsam, halqa tomoq isi orasidan yo'chun bir chiroyni, o'chmanlikdan qisilgan yo'chun ko'zlarni ko'raman. Ko'nglimda men 10 necha yillik umrimni mushu odam bilan o'tkazdimmi deb o'ylab cho'chib ketaman. U mendan nafratlanadi. Mening o'limimni tilaydi. Buni yoshiribmi o'ltirmaydi. Ba'zida o'ylab qolaman. Mening o'rnimda u chin qalbidan suyadigan ayol bo'lgan bo'lsa, u balkim boshqacha bir odamga aylanib qolgan bo'lar edi. Mening hayotim mundaq o'tmasdi. Shundoq kechalarda uyqusizlikdan, bosh uchi yo'q xiyollardan, meni qo'yniga tortib ketayotgan zulmat qorong'ulikdan qutulish uchun balkonga chiqib olaman. Odamlarga qaraganda dal-daraxtlar menga yaqin, yulduzlar menga sirdosh. Dal-daraxtlar mayin shamolda yumshoq shivirlashib, azobli qalbimga tasalli berdi. Yulduzlar menga qarab sho'xlik bilan ko'z qisishdi. Men oqqush tomon ichida laylab yurgan yulduzlarga ko'zlarim talg'uchi tikilaman. Tuyuqsiz orbitadan ayrilgan bir yulduz lovuldab yong'inicha ko'k bag'rini yerib uchib o'tdi. U boshqalar tarafidan tashlab etilgan bir bechorami yoki o'z to'pig'i osiylik qilgan xoin yulduzmidi?
U vujudidan o't yolqin chachirtib kuygunicha zarichaga aylanib, koinotni laylab yurgan to'sonlarga qo'shilib ketarmikin, yoki boshqa bir orbitaga kirib, o'zi berib so'qilgan biror sayyora bilan birlashib ketarmikin. Yulduzlarmu insonlarga o'xshash turkum bo'lib joylashgan. Ularni qudratli bir kuch bir-biriga mahkam bog'lab turadi. İnsanlarni bir-biriga bog'lab turadigan kuch sevgi. Biroq bizning bu kichik orbitimizda sevgi muhabbat allaqachon yo'qolgan. Uningda qolgani faqat buruch va majburiyat. Sevgining o'rnini to'ydirmay egilib olgan nafrat, o'chmanlik. Men yana bir orbitini, Iskandarni, uning go'zal ayolini, yodongu qizini ko'z oldimga keltirganimda, nemishqidir ularning orasida mehr muhabbatning mavjudligiga ishonaman. Men yana sanatoriyada ikkimiz birga o'tkazgan o'sha butun bir yoz va qishni doim eslayman. Ikki tarafi bo'raklab echilgan attir gullar, yop-yeshil chatqallar, gilos shoxlari bilan qoplangan targ'ini yo'l. O'sha yo'l sahar tomonida oqirib ko'rinishga boshlaganda, men derizamning tubidagi qandoqdir bir qushning so'zib xursingandek sayrishidan uyg'onatdim. O'rnimdan turib derizadan qarab, yo'lda aylanib yurgan uni ko'ratdim. U yerdan beshini ko'tarmaydi. Tong shabnimida yoshlab ketgan gullar, qushlarning sayrashlari uni jalb qila olmaydi. U odamlardan qochib, qandoqdir chunqur xiyolga petib yuradi. Har yakshanba kuni uni 14-15 yoshlardagi bir qiz izlab keladi. U qizi bilan qor yog'ochlarining orasiga qo'yilgan o'rindiqda uzoq o'ltirdi. Bir qitim uni egiz bo'y, chiroyli bir xonim izlab keldi. U qorliq tutgandek uzun qora ko'ylak, qora paypoq, qora palay kiyib olgan edi. Qo'lidagi qora oq yo'lliq sumkasidan tomoq qotisi, qog'oz bo'liqlar ko'rinib turadi. Bu qitim ular sirtqa chiqmadi. Men ularning qora yog'ochlikdagi o'rindiqda yonma-yon o'ltirishgan, nam cho'plikda qo'ltiqlashib menib yurgan qiyofatini ko'z oldimga keltirishga tirishdim. Nima degan qamlashgan juftlar ha? Men mushanba yakshanbalarni toqatsizlik bilan kutaman. Ko'pincha o'g'lim biror singlisi bilan birga keladi. Ba'zida bolalar bilan birga oblikimga keladi. Biroq u mening yonimda uzoq turmaydi. Agar atrofimizda bolalar bo'lmasa, ikkimiz qilishqidek gapni topolmay qolamiz. U bolalarni akitib qolganda o'zimni odamsiz orolda yolg'iz tashlanib qolgandek his qilaman. Tashbashdevicha bir necha hafta o'tib, sanatoriyadagi yoz o'tirlashdi. Yeşillik go'yo tangdossiz zo'r gulxandek kun seri zo'rayib hamma yerni qopladi. O'stan bo'yi, binolarning orqasidagi to'plik qo'yuq, dal-daraq, egiz o'sgan o't-cho'plarning ostida yo'qoldi. Kunduz uzun va tinchiq edi. Kechalar osmonga yulduzlar to'lib ketadi. Kishilar osmonga qarashib, atiyani issiq bo'ladigan bo'ldi deyishadi. Atsi rostla issiq bo'ladi. Issiq kunlarning cheki yo'qdek tuyuladi. Biroq bu issiqning uzoqqa bormaydiganligi, Urumchining yozi tushdek qisqa bo'ladiganligi hammaga ayon edi. Yeli ham saharda uning derizamning udulidagi yo'lda yoki shabnam bosgan cho'plikda oylanib yurganini. Ba'zi kunlari tushdan keyin tosh ustining nersidagi o'rmonlikda qo'lini kaynik tutib menib yurganini ko'raman. Qaysi bir kuni u menga "Seni ko'zlarim emas, yuragim tunuydi. Qerib mo'may bo'lib ketsangmi, men seni birla qarab tunib olaman" dedi. Ashu issiq chiroy, ashu qomat mening qalbimga shu qadar tunish, shu qadar yaqin. U meni bolalikning pok va xiyoliy dunyosiga, sabiy yoshlikning, tunji suyguning shodlik va azoblariga bog'laydi. Atiyozdagi qor yomg'ir patqoq dastidan o'ng'ul-do'ng'ul bo'lib ketgan. Eshik harvisi oron potadigan tor ko'cha. Bir-biriga choplab silingan do'ppidek kichik uylar. Uylarning oldida bolalarni boqqach mungdishib, bosh beqishib o'ltirishadigan ayollar.
ko'cha beshidagi ko'ni masjid, chelak, cho'gin, apkash ko'tirib daryo bo'yiga sug'ib boradigan qiz-cho'qonlar va ushoq bolalar. Xiyolimdagi o'sha ko'rinishlarning qaysi birida u yo'q. Iskandar va uning Ahmedjon ismli inisi har kuni atiganda meni ko'chaning beshida saqlaydi. Uchimiz o'sha yo'llarda talay yillar mangdik. O'sha yo'llarda o'sib yetildik. Keyin yiroq bir yezga qayta tarbiya elishga uchimiz birlikda ketdik. Ahmedjon odam yo'q yerlarda meni yanga deb chaqirib jiyli qiladi. O'g'it to'shiydigan o'rma vaqtlarda menga yordamlashatdi. Mundaq chaqlarda men aka-uka ishqisining amgak normasini yolg'iz o'zi o'rindayotgan Iskandarni o'ylaydim. Bekor bo'lsamla ishqisining kiyimlarini yuvib, yamab, tugumlarini qadab beradi. Ahmedjon o'ngga qararoq, yo'g'on qor ko'zlik, oppoq tishlarini ko'rsatib, kulib turadigan issiq chiroy bola edi. Ziyoli yoshlarning atrofidagi qizlarning hammasi uni bir tuqqan inisidek ko'radi, erkiltadi, turli ishlarga soladi. Iskandar inisining aksicha mijozi ig'ir edi. Boshqa o'g'illardek qizlarga surkilib yurmaydi. Ishdan kelibla kitobga dum tushadi. Yezida o'tgan kunlarimizning 2-yili. Kelkun faslida o'g'illarning hammasi daryoga suv cho'milgili ketishdi. Oqshimi Ahmedjonning suvga cho'kib ketganligi xabar keldi. Hammamiz daryo bo'yiga yugurdik. Kechich qo'llarimizga mash'al elib, daryoning tegiz joylarini, qirg'oqlarini aylandik. Birar mo'jiza bilan uning kulgunicha oldimizdan chiqib qilishini. Hech bo'lmaganda jestini bo'lsa-mu tepib olishni naqadar orzu qilardik. Atsi oldidan ketgan qiz o'g'illar bir-birlab qaytib ketishdi. Iskandar ikkimiz daryo eqinini bo'ylab mengiyverdik. Suv yuzida ko'ringan shox-shumbular, qirg'oqqa chiqirib tashlangan daraxt yiltizlari, kichik qum dumchallari. Hamma narsa ko'zimizga Ahmedjondek ko'rinadi. Umidimiz yo'qqa chiqqanda bo'lsa, hasratimizni ichimizga yutib yana mo'natdik. Tongga yaqin notunish bir yeziga yaqinlashganda har ikkimiz holimizdan ketdik. Iskandar umidsizlik ichida o'zini yerga etib yig'ladi. Men uni yo'lab yig'ladim. Osmonda oxirgi bir tal yulduz nam xush ko'zini go'yo bizga ich og'ritayotgandek chimildatdi. Daryo to'xtamay shovqin soladi. Yiroqdagi mahalladan xo'rozning chillig'an ovozi, ishning qovoshlari, atrat boshliqining kishilarni atagalik to'lqinga chaqirayotgani anglanadi. Shu chaqda Ahmedjonni yutib ketgan daryoning rahimsiz suyiga qarab o'ltirib, ichimda bu dunyoda Iskandardan boshqa odam bilan to'y qilmayman deb qasam ichayotgan edim. Oradan qancha yillar o'tib ketdi. Talay ishlar unutildi. Lekin o'sha ishlar, o'sha kundagi manzara unutilmadi. O'sha to'lqinliq daryoni, sahar osmonidagi oxirgi bir tal yulduzni tushlarimda talay qaytim ko'rdim. Bo'libmi 20 necha yildan keyin qayta uchrashganimizda qalbimizdagi o'tmish xotiralarining unutilmaganligini ham mangu unutilmaydiganligini his qildik. Bir kuni Gugum paytida u meni izlab keldi. Senda bir kitob ko'rganda qilib edim. Xatolashmasam, Markosning kitobiga deyman. Men uningga kitobni ochib berdim. Atsi, o'g'ini uni uchratmadim. 3-kuni saharda chimliqda gimnastika o'ynavassam u keldi. Kitobni 2 kunduz o'qidim. O'qib bo'lib, birari bilan shunchalik so'zlashkim keldiki, oqshom ovi og'inimizga saq bir soat so'zlabdiman. So'zlab bo'lib qarasam, ko'zni yerim ichib, polkovnik Orli Ano deganingiz 3 viloyat inqilobiga qatnashganmi deb so'ramasmi? Men uning bilan bir yotoqda yotadigan suratli kishini ko'z oldimga keltirib, ixtiyorsiz kulib etdim. Men kitob o'qib, mundaq hayajonlanmagan. Uningda yozilgani menga xuddi o'zimning kechirmishi, o'zimning g'ayribliqidek bilindi. Men buningdan keyin bir mazgil ishkimni taqib kitob o'qimoqchi bo'lyapman. Odamlardan 200'limilik, qo'liq shumliqlardan shunchalik bizar bo'ldimki, bundaq gapni omid qashqalar qilsin. Bilishimcha, sen xili cho'ng bir o'rinning mas'uliga deyman. 2 oyning oldida shundaq edim.
bir oqshimi tuyuqsiz vazifamdan elib tashlashdi. Atisla salomatliging yaxshi emaskan, davolan deb bu yerga akilib tashlab qo'yishdi. Bu ishlarning orqasidagi razilliklarning tagiga yetgan vaqtimda go'yo Markosning kitobidagi kichik bozor yer sharidan g'oyib bo'lgandek. Qalbimdagi sirli qasrlarmi g'oyib bo'ldi. Men yana asli o'zimga, ikki tarafi ushoq bolalarning cho'ng kichik tarati bilan to'shib turadigan tor ko'chada, ko'p bolliq Namrat Kosibning oilasida cho'ng bo'lgan Iskandarga aylandim. Bu baribir shundoq bo'ladi. Koshki rost shundoq bo'lsa, u ayni yillardagi Iskandarga, menmu ayni yillardagi Osiyaga aylanib qola olgan bo'lsak. Palakning qismatlaridan ayrilmay. U bizni har yon cho'rgilatib, aylantirib, yerib charchagan, go'zal orzularimizni yo'qotib, umidsizlik potqiqiga botgan chig'imizda yana qayta uchrashtirdi. Biz baravar edik. Ruhiy holatimiz, o'y fikrimiz bir yerdan chiqadi. Biz birli qarash bilan hech qanday gap so'zsiz bir-birimizni cho'nqur tushunalaydik. Xuddi ayni yillardagiga o'xshash Iskandar yotiqini kitobxonaga aylantirib oldi. Uning kitoblari ichida dinga, falsafaga, tarixga, insonshunoslikka doir kitoblar bor edi. Men kishilik hayot qaynimida majolimdan ketkichi o'zdim. Qaynam meni chatga chiqarib qo'ygan chaqda tinch bir qirg'oqni makon tutib, o'zim va hayot haqida cho'nqurroq izlanmoqchi bo'ldim. Men insoniyat tarixini, dinni, sharq va g'arb falsafasini tafsili o'rganib chiqmoqchiman, deydi u. Amdi sanatoriyaning issiq yoz kunlari ancha zerkarlik bilinmaydigan bo'ldi. Biz har kuni tong saharda yoki salqin kechlarda uchrashardik. Xuddi bolalik vaqtlarimizdagidek illiq, shirin hissiyotlar ichida uzoq paranglashdik. Har kuni kecha bir vaqtlargacha uxlamay kunduzdagi ishlarni, paranglarimizni o'ylab yotardim. O'zimning nemancha so'zman bo'lib ketayotganligimga, kallamga shuncha yangi, o'tkir fikrlarning nadan kelayotganligiga hayron qolardim. Ba'zida oblikim ishimiz nemishqa mushundoq paranglasholmaymiz debmi o'ylab ketardim. U mening biror ish to'g'risida o'z ko'z qarashimni aytishimni yoqtirmaydi. So'zimni anglashni xohlamaydi, hatto silkib etadi. Xotin kishi aralashgan ish buzilmay qolmaydi. Xotin kishida aql nima ish qilsin? degan so'zni og'zidan tushirmaydi. Shuncha yillardan buyon hammani ichimga yutib kelgan edim. Yillarning o'tishi bilan qalbimda o'z oldimga bir dunyo shakllangan. Men bu dunyoda o'zim bilan o'zim yashaydim. Kutmaganda shu pinhon dunyoyimga u kirib keldi. Ruhlarimiz yuksak bir manzilda uchrashdi va bir-biriga singishib ketdi. Afsuski, nurg'un kishilar uchrashdi, o'zaro aloqalashdi, hatto umrvoyat birga yashaydi. Ammo ularning munosabati mangu jismoniy aloqa bilan cheklanadi. Ular o'z hayotini shu yuchun dunyoda g'iriblik ham qayg'u hasrat ichida o'tkazishdi. Bir oqshimi qor yog'ishliqdagi o'rindiqda osmonga qarab jimjit o'ltirgan chig'imizda men uningdan 20 yildan buyon qalbimni saqlab kelgan bir savolni, keyin menga nima uchun xat yozmaganligini so'radim. Men yozgan, nihoyat ko'p yozgan, biroq sana avatmagan. Men qalbimdagi muhabbatimni nihoyat muqaddas bilatdim. Uning mukammal, kam kutsiz bo'lishini orzu qilatdim. Seni menga baxtli qilishni o'ylaydim. Biroq men seni izlab olgan chig'imda to'y tayyorligi bilan oldirib yurganingni ko'rdim. Sen meni tortib olgan bo'lsang, to'yimni buzib o'tgan bo'lsang bo'lmasmidi? Sen shunda qila olayding emasmi? Yoshlarimning taramlab eqib ketmasligi uchun ko'zimni yumib oldim. Bir hozirdan keyin og'zimdan o'zimni o'ylamagan so'zlar chiqdi. Balkim peshonamizga putilgani shudir. Amaliyotda hozirgi turmushim yomon emas. Bolalarim shundoq o'maqan aqlliq, hayotimni shularga beg'ishliginimdan afsuslanmayman. Demisim shundoq. Iskandar va uning muhabbati boshqalarga tara. Taqdir menga ata qilmagan narsadan umid kutishga nima haqqim? Ishkimiz xuddi ikki liniyada harakatlanadigan ikki parovuz.
Qalblarimiz bir bo'lsa-mu, yo'limiz boshqa. Baxtsizlikim va qayg'u hasratlarim mening taqdirim, hayotimning bir qismi. Men ularga ko'nik, ularsiz yashashni tasavvur qila olmayman. Bir kunlarda ulardan ayrilsam, teximi cho'ng peshkanlikka yo'liqishdan qo'rqaman. Baxtdan, erkinlikdan qo'rqaman. Har kuni aynak oldiga kelganimda, kun seri so'lishib berayotgan chiroyimga qarab, o'z-o'zimdan so'rayman. Men kim? Qayerdan keldim? Qayerga ketaman? Hayot xuddi g'ilpal ko'rinib qoladigan tushdek saxta narsami? Texi ichib qonmagan yoshlik va muhabbat sharobi rostili shunda qurib ketdimi? Gugum quyuqlashayotgan qorong'ulikqa cho'kkunimcha, mehmonxonamdagi gilam ustida ikki tizimni qo'llarim bilan quchoqlab o'ltirib, uzoqdan uzoq xiyol suraman. Xiyollarim mening birdan bir hamrohim. Bir kunning oxirlashayotgan payti meni go'yo noma'lum bir hayotlikning bir dunyo bilan vidolashayotganidek hayajonga soladi. Helila tomda, aynakda gilam ustida chaqnab turgan quyosh nurining bara xiralashishi. Asta iz qoldirmay o'chib yo'q bo'lib qorong'ulik singib ketishi inson hayotining o'zi emasmi? Texi bir necha oy ilgari ishxonadan Parizaning kulki chaqchaqlari uzilmaydi. Dunyodagi hech narsa muzikaga bo'lgan ishtiyoqimning o'rnini bosolmaydi. Har bir muzikadan izhor qilinayotgan bir qalbni ko'raman. Uningdagi hamma sada go'yo mening qalbimdan yangraydi. Men yana bir chaynak qiyinlik choy damlab, chin ko'ngildan mungdishib o'ltiradigan shirin kechlarni yaxshi ko'raman. Quruq parang, g'ayrat shikoyatlarda ko'z yeshi orasidan g'ilpal ko'rinib qoladigan niqobsiz qalblar naqadar qimmatlik. Xudoyimning ayollarni g'ayratxo'r qilib yoritishi bir xil fiziologiyalik zaruriyat. G'ayrat ham ko'z yeshi bizning adolatsiz dunyo, kuchli erlarga va o'zgartgili bo'lmaydigan taqdirimizga taqobil turishdagi qurolimiz. Muhabbat, erlar, bola va oila biz uchun mangulik tema. Qalbimiz xuddi qo'g'jirab chaqchaq yerilgan tuproqqa o'xshaydi. Biz erlarga havas qilamiz. Bizning hayotimizda biror qitim bo'lsa-mu ochiq qaroqdan qong'uchi ichib bu tangsiz dunyoni. Dunyodagi hamma narsani tillab bir tiyinga yaramas qilib etgimiz keladi. Erlarimiz xupiyani oshni o'ynagandek, bizning xupiyani muhabbatning lazzatini tetib boqqimiz. Kimlar bilandir xat yozishimiz, telefonda so'zlashimiz keladi. Shunda qiladigan ayollarni og'zimizda tilasaqmi, ko'nglimizda ularga havas qilamiz. Biroq nimadir bir narsa bizni to'sib turadi. Ko'zga ko'rinmas va chambarakka o'xshab ketadigan u narsa bizni mo'minlarimizga va onamizga heligacha o'zlarining odamlik o'rni va haqqini tushunmaydigan, kolu o'rnida ishlab o'lib ketadigan millionlagan och singillarimizga bog'lab turadi. Hayot turib, bu chambarakdan qutulish mumkin emasligi bizga ayon. Sun'iy gullar, dabdabalik so'zlar, javoblar orasida ta'sirli she'riy misralarda madhiylanayotgan chig'imizda ichimizda ochiq kulimiz. Chunki hamma yerda bizdan talab qilinadigan jafokash ona bo'lish, erimiz, farzandlarimiz uchun qurbon berish, toki o'lib ketguncha. Biz faqat qurbon berishga yaralgan. Hech kim o'rnidan qo'pib, bo'ldi amdi, qurbon berivermagin, senmi bizga o'xshash yaralgan inson demaydi. Dilnar, men umrimni sizlardek o'tkazishni xohlamayman. Sizlarga qarasam ichim siyriladi deydi. Uning qo'g'lishidigini jonni elib jangalga tashlaydigan, hayot mamot, qonun va axloq mezonlaridan ustun turadigan bir xil muhabbat. Bir necha yilning oldida uning bolachaqliq bir er bilan gap so'zi chiqqan edi. U chaqlarda u erning xotini. O'ruq, javuldoq bir ayol hadisli idoraga kelib elib jidal chiqaratdi. Dilnar qatmuqat besim, xo'rliq ostida qolgan o'sha kunlarda uning oshiqi quliq yopirib yuraverdi. Texi boshqarma boshlig'i bo'lib o'sdi. Dilnar hayot ham xiyolga o'rin yo'qligini allaqachonlik tushunishi kerak edi. Ammo u to'y qilish fursatlarini yengillik bilan kayni-kaynidan o'tkazib etdi.
rahimsiz yillar bo'lsa, uni bilindirmayla baxtsiz qiyr qizlar qatoriga qo'shib qo'yishga boshladi. U cheksida paydo bo'lishga boshlagan oq chashlardan yoshlik gulining xazon bo'lishga boshlaganligini, hayot beg'ova, bo'ron chapqunliq kuz fasli yiqilib kelayotganligini sezmamdikin. Men uning oxir bir kuni bizdan mu'ichinishlik kunga qilishidan ansirayman. Saodat Dilnozning dal aksi. Uning oilasini qo'g'dashdagi g'ayrati ochiq yomon ko'rk mikiyonni aslatdi. Qochonli qarisi erini kullab, allaqandoq ayollar bilan so'qishgan. Boshqa ayollarning, bo'libmi tul ayollarning oldida bizning degan erimiz bor, tog'dek yo'lanchikimiz bor, qo'limizni nega sunsak shu yerga yetadi deb maqtanishni yaxshi ko'rdi. Shuningga yarasha uning eri shunchalik ko'rimsiz, shunchalik izlangu odam. Taqdirimiz, mijozimizning o'xshamaydiganligiga qaramay, nimadir bir narsa uchimizni bir-birimizga bog'lab turadi. Biz bir-birimizni ancha yoqtirib ketmaymiz. O'zaro zahardek ochiq gaplar bilan ta'na qilishimiz, yig'irlarimizni aytishimiz. Biroq baxtli, g'amsiz kishilar orasida mehrsiz oilamizni g'ayriblik tortgan, hasratdan, amalsizlikdan bo'g'ilgan chaqlarimizda hamon bir yerga jam bo'lamiz. Shanba oqshimi Saodat bilan Dilnoz cho'ng kichik bo'liqlarni ko'targanicha kechikkan bo'lsaqmi, tug'ilgan kuningizni tabriklab chiqayli dedik deb kirivedi. Bolalarim go'yo qiziq tomosha ko'rayotgandek kulishib ketishdi. Kulmanglar, nemishqa kulisizlar? Sizlar onanglarning tug'ilgan kuni yo'q deb o'ylamsizlar? Sizlar o'zinglarning tug'ilgan kunini hargiz unutib qolmaysizlar-ku. Nemishqa sizlarni tug'ib cho'ng qilgan onanglarni o'ylab qo'ymaysizlar? Hay, bu bolalarmisa? Saodat eshikdan kiribla birdam ana shunda qaynab oldi. Demisimi bizmi odamda? Navram 5 yoshga kirdi. Qizim har yili, "Apa, qizimning tug'ilgan kunini o'tkazatdim, pechini pishirib bersam, qizimga ko'nglik tikib bersam bo'pti-kan?" deb beshimni o'choq qilib etdi. Mening tug'ilgan kunimni yodiga elibmi qo'ymaydi. Ichimda bo'lsa, xat to'xtab turish, 50 yoshga kirgan kunimni toza katta o'tkazmasam deb o'ylayman. Ular uyda pishirgan to'rt, to'g'ri go'shi ham o'zimiz yaxshi ko'radigan ushiq-tushak yemekliklar bilan chirani to'shqizib etishdi. Meni o'ltirg'izib qo'yib, o'zlari choy damlashdi. "Asta, shom ilib olishni unutib qoptiq emasmi?" deb bek afsuslanishdi. Uchimiz billa oltog'il to'g'lib, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin degan naqshini aytdik. Orqadan qoqoqlab kulishganimizcha divanga o'zimizni etib do'milab ketishdik. Parizaning yangi yilda tug'ilgan degani yodimda. Xudoyim omon qilsa, uningmi tug'ilgan kunini tabriklagan bo'lsak, naqadar yaxshi bo'ladi-da. Mening so'zimga hech kim javob qaytarmadi. Biroq ko'nglimizga ketgan o'ylar bir-birimizga ayon edi. Uchimiz xiyilgacha sukut ichida o'ltirishdik. Saodat yaqindan beri o'ng beqini sanjib og'riydigan bo'lib qolganligi. Biroq doktorga ko'rinishdan qo'rqayotganligi. O'g'lining maktabdan qochib yurganligi to'g'risida so'zlab, birdam ko'z yish qildi. Orqadan ikkimiz birlikda dinlarga tezroq to'y qilib eling deb nasihat qilishga tushdik. "Bo'ldi, meni qistavermanglar. Sizlarga rost gapimni qilsam, to'y qilishdan qo'rqaman." Tova, mo gapni qarang. To'y qilganning qanday qo'rqidek yeri bor-ku amdi. Xudoyim insonlarni jup-jupi, xil-xil bilan yaratdi deyishir ekan. Biroq insonlar yer yuziga kelganda adishib ketib, o'z jupini zotida topolmasmish. Dunyodagi hamma baxtsizlikning sababi shuningdanmish. Men musilarek o'z xilimni topolmay, hasrat nadomat ichida qilishdan qo'rqaman-da. Undaq tiza mushundaq o'tib ketarkansizda. Balkim shundaqmi bo'lar yoki bo'lmas. Biroq meningcha to'y qilish bu dunyoda yashashning birdan bir shakli emas. Meningcha to'y qilmaymi o'tib ketgili bo'ladi. Qiyirg'anda yolg'iz qolasiz, bu yoshligingiz, kuchingiz sizga boqivanda emas jumon xinim. Biroq men 10 bolasi bor bir qiyir xotinning ko'chada tilamchilik qilib jon beqiyotganligini ko'rgan. Bugunmi Saodat ikkimiz uningga gap tepib berolmay qoldik. Har qitim shundaq bo'ladi. Biroq bu bizning uni qoyil qilish irodamizga ta'sir yetkazolmaydi.
Biz onun qalbidagi xam xiyollarni yo'qotish uchun hamma tirishchanligimizni oyimay ish qilamiz. Biz qolgan vaqtning ko'p qismida bilinar-bilinmas hasad, ochko'zlik ham havas oralashib ketgan hayajon ichida rengarang yangi raxtlar va moda kiyimlar to'g'risida zavq bilan paranglashdik. Biz ko'p hollarda bir-birimizga va boshqalarga kiyinish detining yuqori tuvanligiga qarab baho beramiz. Editlik, yarışimlik kiyib yuradigan kishilar bizning qalbimizda mangu hurmatga sazovor. Bizningcha kiyim-kechak bir odamning pamparasti, go'zallik tuyg'usi, hayotga va o'ziga bo'lgan pozitsiyasining ifodalanishi. Bu qarashimiz bir taraflama bo'lishi mumkin, lekin buningga amalmi yo'q. Chunki ayollar degan baribir ayollarda. Mehmonlar xeyli kechda uzdi. Oblikim texichi yo'q. Uylarni besiq turib bo'lib, uxlab qaytib ketgan bolalarimning yanida birdam turdim. O'g'limning chechi yana o'sib qopti. Yaqindan buyon u kiyinishga alohida diqqat qiladigan. Aynak oldida uzoqqa turib ketadigan bo'lib qoldi. Cho'ng bo'lishi kerak. Biroq mening nazarimda texi go'dak bola. Men har qaytim uning karvati oldiga kelib, put qo'llarini uzun so'zib uxlayotgan o'sha chiroyli yigitga qarab turganimda, 15 yilning oldida doktorxonaning buvoqlar uyidagi kichikina karvatda oppoq adyolga o'rilib yotgan. Butun a'zoyini qo'riq bosgan. Qizg'uch, yumron tanni ko'z oldimga keltiraman. Shu chog'da men buvoqlar uyiga o'g'irliqchi kirib olgan edim. Qator qo'yilgan karvatlarni oralab ketib etib, o'g'limning karvati oldida chippida to'xtab qoldim. Men asta engishib uning qiyri odamlardek qo'riq bosgan peshonasidan suydim. U uyg'onib ketdi. Mening ko'zimga o'xshaydigan, yo'g'on, sal chunqur ko'zlarini lappida bir ochdida birdili tipirladi. Qo'riqlari ko'payib, chiroyi beg'irang bo'lib o'zgardi. Xuddi meni qarshi elayotgandek yangroq ovozda yig'lashga boshladi. Uni ko'tarib olmoqchi bo'lib, qo'limni tekkizishimga kutmaganda yugiga yeshilib, yugumashdek inchga, uzun put qo'llari go'yo kuchli bo'ronga duch kelgandek lappanishib ketdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Xolida Isroilning Qumliqning tushi nomli asarlar to'plamini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Bu kunlarni qandoqmi o'tkazamiz, adash? Yo o'lvog'li bo'lmasa, har kuni atdeganda ishga ketsak, qorong'i tushganda ishdan tushimiz, televizor ko'ramiz, tomoq yeymiz, uxlaymiz. Atsimi shu, o'g'limi shu. Sening qandoqli bo'lmasin, erim, bolalaring bor. Bilmaysan. Bo'ldi. Arning gapini qo'ya. Ar degan shunda qoltish narsa muzadi. Menda nasihat bo'lib qolsin, adash. Ajrashiman degan gapni hargiz og'zingga olma. O'tning teshida ko'ygandan kichida ko'ygan afzal. Iyiq bo'lsa-mu, erim bo'lsa deb beka aytmabdi ekan. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Ertadagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.